agar ustozga nisbatan muhabbat bo'lmasa ilm yuqmaydi. Shuning uchun ulamolar aytganlarki, ustozlarni kamchiligini qidirib bo'lmaydi. Nega desa, nuqsonsiz odam bo'lmaydi. Agar nuqsonini bilib, kamchiligi ko'nglingizga sal og'ir botib qolsa, siz unga mehr berolmay qolsangiz, bo'ldi, ilmdan bebahra bo'lasiz. Imom Tahonaviy aytadilar. Bir aytib berdim ham shekilli. Birovdan xat kelibdi. Taqsir, men palonchiga bay'at qilgan edim, qo'l berib shogird tushgan edim. Endi u kishi bilan yetadigan joyga yetib keldim go'yo, shu meni shogirdlikka qabul qilsangiz desa, orqasiga javob yozibdilarki, yaxshi, o'sha shayxingizdan o'zingiz haqingizda oqlov olib keling, rozilik xato olib keling, men qabul qilaman. O'sha bilan u yo'qolib ketibdi. Maqsad yo'q qilish bo'lgan. U ustozga borib, menga ruxsat bering, palonchiga boraman deya olmaydi ekan. Uni bilgan shayx. Agar yozib bersa ham ustoz uni aybini, u o'zi ba'zi bir kamchiliklari bor. Shu kamchiligini ustoz yozsa, unda ham yoqqa kela olmaydi. O'shani zakovat zo'rda bilgani uchun shu javob bilan hali sopini o'zidan chiqarib qo'ya qolgan ekan. Xuddi shu mazmunda ikkinchi xat kelibdi. Xat kelsa, bundan o'qib turib, Imom Tahonaviy kelavering, bag'rimiz ochiq sizga debdi. Keyin shogirdlar so'rashdi, taqsir nega ikkala xatga ikki xil javob bo'ldi desa, birinchisini o'qiganda qalbimda muhabbat tuymadi. Men unga muhabbat qilmasam, u menga muhabbat qilmasa, ilm yuqmaydi. Ikkinchisida muhabbat tuydim degan ekanlar. Ana shuning uchun rishta, muhabbat rishtasi bo'lishi kerak.